Ushbu 7 ta toifa ayolni eri qadrlamaydi yoki qadrlamay qo'yadi va keyin tashqariga boshqa ayollarga intila boshlaydi. Mentalitetimizdan kelib chiqib. Videoni oxirigacha ko'ring, zero ushbu video sizni oilangizni mustahkam qilish uchun qilingan, oxirida esa realni hayron qolasiz, qanaqasiga deya. Birinchi toifa ayol. Bizni mana shu mentalitetda jamiyatda qiz bolani miyasiga boshidan eng oliy maqsad qilib turmushga chiqish qo'yiladi. Ya'ni turmushga chiqsang bo'ldi, go'yoki seni missiyang tugagandek. Ya'ni eng oliy o'sha sen turmushga chiqishing kerak. Ertaga erga borsang, erga tegsang, ering unaqa qiladi. Ertaga erga nima qilsang, shunaqa supuradigan bo'lsang, qaynonang seni ko'tingga tepib yuboradi. Ertaga er xuddiki qiz bolani mana shu jamiyatdagi faqatgina o'rni va missiyasi bu erga tegish. Shuning uchun ham erga tegib olgan bir amallab qiz galochka qo'yadi o'sha statusga va butun o'zligini oila uchun, er uchun qurbon qiladi. Ya'ni balki to'ydan oldin uni maqsadi bo'lgan bo'lishi mumkin, to'ydan oldin diplomi bo'lgan bo'lishi mumkin. Kelajakda jamiyatga foydali inson bo'laman degan bo'lishi mumkin. Может быть, ishlab yurgan bo'lishi ham mumkin, sayohat qilgan bo'lishi mumkin. To'ydan keyin butun borlig'ini o'sha oila va er uchun yakson qiladi, ulardan kechadi. Ya'ni uni faqatgina maqsadi o'sha to'rtta devorning ichida o'tirish, bolalar, erni bitta joyini poylash, yerni va uy, ro'zg'or, bitavuha bo'lib qoladi. Tabiiyki, bunaqa ayol erkakka emotsiya bermay qo'yadi, chunki mana sizga aytaman, erkak kishi shaxsni sevadi. Shaxs. O'sha hattoki o'sha nima deydi, erkak juda ham bir iymonli, e'tiqodli erkak bo'lsa ham, o'zini ayoli ham xuddi shunaqa bo'lsa ham, ayol shaxsini yo'qotdimi? Shaxs esa o'zi nima xohlashini biladi, maqsadi bor. Oiladan tashqari ham jamiyatga foydali qanaqadir kasbi yoki bo'lmasa hobbisi bor. To'rtta devorning ichida o'tirmagan, uy bekasi, faqatgina uy bekasilikka qo'l qo'ygan ayol emas. Shaxsi bor insonni yaxshi ko'radi. Balki to'ydan oldin mana shu shaxsga uylanadi, keyin to'ydan keyin o'zi ham buni tashabbusi bilan qayradi, ayol ham unga moyil bo'lgani uchun qayriladi. Asosiysi o'sha galochka qo'yildi-yu, erim bo'lsa bas, oilam bo'lsa bas deb, natijada o'sha ayol shaxsini yo'qota boshlaydi. Bo'lgan bo'lsa, balki shaxsi bo'lmay turib ham turmushga chiqib, dalshi shunaqa yashab yurgan bo'lishi mumkin. Xullas, birinchisi oila va er uchun, mana shu status uchun, farzandlar uchun o'zligidan kechgan ayol. Borib bu ayol erkakka nima deydi? Chuvstva bermaydi, emotsiya bermaydi. O'sha emotsiyani ko'chadagi kimlardandir qidirishni boshlaydi. Eng qizig'i, halol jufti o'ziga qiziq bo'lmay qolib, tam hamma joyi ochiq bo'lgan, tatuirovkasi bo'lgan, sigaret chekadigan, go'yoki mana bizni jamiyatda qoralanadi-ku, men bunaqa ayolga fikrim yomon emas, bu o'zini hayoti. Lekin ana shu ayolni ketidan yugurishni boshlaydi. O'zini qarashlariga zid. Nega? Chunki o'sha ayol shaxsi bor. O'ziga yoqmagan payti yoki unga nohaqlik qilganda pashol von отсюда deya oladi. Chunki u shaxsda yo'qotishdan ham qo'rqmaydi. Aynan ana shu ayol unga emotsiya beradi. O'zini ayolini esa qadrlamay qo'yadi. Afsuski. Shuning uchun o'zligingizdan kechdingizmi er va oila uchun, olamingizni boy berdingizmi, afsuski borib erkak tashqaridan o'sha emotsiyani qidirishni boshlaydi. Ikkinchisi, har doim xo'p deydigan ayol. Mentalitetga qarshi, chunki bizni mentalitetda shunaqa stereotip bor. Xo'p bo'ladi desang, hamma nima deydi? Hamma narsaga yechim. Xo'p bo'ladi desang, keyin seni yaxshi ko'raman, qadrlayman. Xo'p bo'ladi deyish, birinchi navbatda aytaman, e'tirozga tayyor bo'lmagan, konfliktni o'rtaga qo'yib yechishga tayyor bo'lmagan va faqat meni aytganim bo'ladi deydigan, yetuk bo'lmagan erkakka kerak. Mana meni ham ayolim bor. Agarda meni ayolim xo'p bo'ladi deyishni boshlasa va hamma gapimga xo'p deydigan bo'lsa, borib men bu ayolimdan uzilishni boshlayman. Va u menga emotsiya bermay qo'yadi va bu meni ko'zimning oldida shaxs emas, qanaqadir bir robotga aylanib qoladi. Mana har doim xo'p bo'ladi deyish, joning og'risa ham xo'p bo'ladi deysan, to'shakka tam yoqmayapti senga, hozir xohlamayapsan, tam miyang boshqa qabul qilmayapti. Xo'p bo'ladi deysan,
tam ursa ham xo'p bo'ladi deysan, so'ksa ham xo'p bo'ladi deysan, bu prosta temir xotin. Temir xotin esa unda qalb yo'q, unda chuvstvo yo'q, unda men bilan bunaqasi ketmaydi deb ayta olmaydi, u shaxs emas va uni sevib bo'lmaydi. Xuddi shunaqa xo'p bo'ladi har doim deydigan ayolni ham sevib bo'lmaydi. Ha, xo'p deyish menga ham yoqimli, lekin har doim ham emas. Agar menga har doim xo'p deydigan bo'lsa, meni ishchim bo'lsin, meni farzandim bo'lsin, meni ayolim bo'lsin, men aytaman, "Ey, o'zingda kalla bormi? Miya bormi? Nega bunaqa qilyapsan?" U aytishi mumkin, "Axir erni rozi qilish kerak-ku." Yo'q, kerak emas meni rozi qilish. Menga bunaqa mulozamatni keragi yo'q, menga shaxs kerak. Qayerdadir stop, men bilan bunaqasi ketmaydi yoki bo'lmasa to'xtang. Yo'q deya oladigan, qayerdadir e'tiroz bildira oladigan va ana shu narsaga yetuk erkak tayyor bo'ladi. Yetuk bo'lmagan erkak har doim o'zi haq bo'lishini istaydi va atrofdagilar iloji boricha unga tam xo'p bo'ladi deyishi kerak. Bu konfliktni yechishni emas, muammoni yechishni emas, muammodan qochish uchun. Va bunaqa temir xotin va robot erkakka emotsiya bermaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qayerda baxtli oila bo'lsa, o'sha joyda o'sha ayol stержень bor. Ya'ni unda xarakter bor. Mana nima kerak aslida erkakka. U gapda aytishi mumkin, menga shu xo'p bo'ladi deydigan, to'rtta devorning ichida o'tiradigan ayol kerak. Bu gap, u miya bilan qabul qiladi gapni. Miya bilan o'ylanadi. Qalbi esa shaxsni yaxshi ko'radi, ishoning. Uchinchisi. Shunaqa toifa ayol bor, обычно bizani ayollar, чтобы mehrni sotib olishga harakat qiladigan ayollar. Masalan, nimadir masalan oilada byudjetda pul bo'lsa, o'sha pulni o'ziga ishlatishdan-da ko'ra mehrni sotib olish uchun, shundan keyin erim meni qadrlaydi degan ma'noda siz o'zingizga balon oling, 4 ta diska bilan yoki mashinangizga magnitofon oling, men tam ziragim meni kutib turadi. Davay farzandlarga qilaylik, men keyingi oxirda. Yo'q, davay menga brend mikrovolnovka kerak emas, oddiysi ham bo'ladi. Asosiysi siz o'zingizga brend tufli oling. O'ylaydiki, shundan keyin erkak kishi uni молодец, meni ayolim shunaqa meni avaylaydi. U o'zidan-da kechib menga berishga harakat qiladi. Meni ayolim shunaqa ajoyib deb qadrlaydi. Hech qachon ikki dunyoda ham. U sizni ko'zgudagi aksingiz. Xuddi shunaqa siz uni qarzini to'lab berish uchun ziragingizni sotasiz-ku yoki otangizdan pul olib kelasiz. O'ylamang, u sizni keyin boshida ko'tarib yuradi. Yo'q, bu degani siz mehrni sotib olishga harakat qilyapsiz, o'zingizdan kechib, u esa sizni ko'zgudagi aksingiz. U sizni hurmat qilmaydi. Borib u sizni вообще bunga bo'laveradi. Mana bittagina nima chirigan shaptolima, shuni kemirib o'tir, mana suyak sanga bo'ladi, go'shtini bizaymiz deydi-da. O'zini birinchi o'rinda qo'ymagan va o'zini qadrlamagan ayolni ishoning eri qadrlamaydi. Borib o'zini qadrini biladigan ayolni topib oladi. Tak что birinchi avvalo o'zingizga, keyin atrofdagilarga. Hech kimni ilohiylashtirish esa kerak emas. Mehrni sotib olish ham. 4-inchisi. Erkakdan mehr talab qiladigan ayolni borib ayol o'sha erkakni o'zidan bezdirib qo'yadi. Mehr har doim aytaman shunaqa narsa, uni qanchalik talab qilsangiz, u sizdan shunchalik uzoqlashadi. Mehrsiz ham baxtligingizni ko'rsatsangiz, mehrsiz ham hayotda sizni boshqa ma'noyingiz bor. Ya'ni bo'shliqni o'rnini erkakni mehri orqali emas, o'zini maqsadlari, o'zini bordi keldisi, o'zini sayohati, bilmadim, o'zini jamiyatga foydali kasbi orqali qilayotgan ayolni erkak yo'qotishdan qo'rqadi va unga mehr berishga harakat qiladi. Mehrni poylab, o'sha mehrni e'tibor bermaysiz, sevmaysiz, boshqa degan ayol aslida uni boshqa hayotda ma'nosi yo'q. Shuning uchun ham o'sha bo'shliqni o'rnini erkak orqali to'ldirishga harakat qiladi. Borib bunaqa nima deydi? O'zini qadrini bilmagan va mehrni talab qiladigan ayol erkakni bezdirib mana shu joyga qo'yadi. Va afsuski o'sha ayolni borib qadrlamay qo'yadi, qochishni boshlaydi. 5-inchisi.
o'z ustida ishlamaydigan ayolni qadrlamay qo'yadi. Bu nima degani? Intellektualni miyasi har doim o'z ustida ishlashi kerak. Har doim kitob o'qiydimi, podkast ko'radimi, kurslarda o'qiydimi, ayol kishi o'zini ustida ishlashni bas qilgan paytida erkak kishi undan qalban uzilishni boshlaydi. Birinchidan, miya dunyoqarashlar, mana erkakning dunyoqarashi baribir ko'chada gaplashadi, boshqa insonlar ular bilan o'sishni boshlaydi. Ayolniki degradatsiya deydi ruschasiga, pastga sho'ng'ishni boshlaydi va miya orqali keyin qalb bilan ham uzilishni boshlashadi. Bu bir. Ikkinchidan, ayol kishi aslida aytishadi, ayol erkakni orqasidan ergashadi. Ishoning menga, aslida erkak ayolni orqasidan ergashadi. Qanaqa ma'noda? Munosabatni pozvonochniki, umurtqa pog'onasi bu ayol. Munosabatni atmosferasiga, energiyasiga, o'sha muhabbat atmosferaga, o'sha baxt atmosferaga, bolalar tarbiyasiga ayol javob beradi. Aslida erkak lider qilib olingan, lekin ayolni o'rni juda katta. Ayol degradatsiya qilar ekan, ayol miyasida rivojlanmas ekan, u yerda farzandlar rivojlanmaydi, u yerda afsuski erkak uchun qiziqarli bo'lmay qoladi. O'sha erkak boshqa intellektual uni qoyil qoldiradigan. Videoni boshladim, tepadagilar remontni boshladi. Ajoyib. Mayli. Harakat qilamiz, mikrofonim bor-u. Ey Xudo, to'xtab tursin, 5 daqiqa qoldi. Erkak kishi aslida miya bilan o'zidan bir pog'ona past ayolga uylanadi va ayol bir pog'ona past bo'lgani yaxshi deydi. Lekin ishoning menga, men ham erkakman. Erkak qalban o'zidan mana bu joyda intellektual buyukroq, o'zidan kuchliroq ayolni yaxshi ko'radi va o'sha ayolni boy bermaslikka harakat qiladi. O'zini ustida intellektual ishlaydigan ayol har doim erkakka qiziqarli bo'ladi va qalban ham uni ushlab tura oladi. Ishoning menga. Oxirgi punktlarni tezroq aytaman. Tepada remont boshlandi. Mana videoyimni qarab turgan ular ham. 6-chisi, o'zi nima xohlashini bilmaydigan va butun erkini, hayoti qanday yashashini erkak qo'liga topshiradigan ayol. Ya'ni u erkakni xo'jayin deb qaraydi, hayotimni xo'jayini va erkak unga chizib beradi. Tam buni bu yo'ldan yurasan, buni qilasan, buni yeysan, buni ichasan. Tam aslida bilasizmi, erkak xo'jayin emas, u hamkor. Ya'ni bu hayotdagi partnyoringiz. Xo'jayindek qaraydigan bo'lsangiz va butun hayotingizni u chizib beradigan bo'lsa, afsuski o'ziga kuchi yetmaydigan jonzotdan farq qolmaydi ayol. Va bunaqa ayolni o'sha erkak borib qadrlamay qo'yadi. Boya yuqorida aytganimdek, chunki erkak shaxsni qadrlaydi. Erkakka xo'jayindek emas, hamkordek qarashni boshlaganingizda, o'sha erkak sizni shaxs deya qabul qila boshlaydi, unga bu narsa yoqa boshlaydi. 7-chisi. Erkak chidashga moyil bo'lgan ayolni qadrlamaydi. Paradoks. Paradoks ya'ni zid ma'noli gap. Ya'ni go'yoki erkaklar bizda xo'p bo'ladi deydigan, chidaydigan, xiyonat qilsa ham yonida etagidan ushlab turadigan, hamma narsasiga chidaydigan ayolni qadrlaydigandek. Bunaqa emas. Erkak kishi aslida rovna, usiz ham baxtli bo'la oladigan va men bilan bunaqasi ketmaydi deya ayta oladigan ayolni qadrlaydi. Ya'ni o'sha ayolga nisbatan nima desa, nohaqlik qilindi, uni qalbiga tupurildi, qo'l ko'tarildi, xiyonat qilindi, boshqa himoya qilinmayapti va chidashga moyil bo'lsa, borib qadri qochib boraveradi. Chunki oila aslida ikkala tarafni harakati, qo'llab-quvvatlashi mana bu oila. Bir taraf chidayapti, ikkinchi taraf esa tupurishda davom qilyapti qalbiga. Bunaqa ayolni duxovniy tarafdan ham, oilada ham hech kim qadrlamaydi. Borib keyin o'sha tashlandi, qanaqadir o'sha boya aytgandek, insondek uni prosta qadrlamay tashlab qo'yishadi yoki unga tam bir kunimga yaraydigan, bir xullas har narsaga chidaydigan insondek, ayoldek qarashadi, afsuski. Chidashga moyil bo'lgan va ayol bu degani u o'zini qadrini bilmaydi degani va mana shu jamiyatni bosimi bor, ota-onasi chida, biz chidadik. Mana shu stereotiplar bilan yashaydigan ayolni erkak qadrlamaydi. Chunki asosiy qadriyat aslida sizni qalbingiz. O'sha ayol o'zini qalbi og'risa ham,
chidayaptimi? Demak, nega u chidayotgan bo'lsa, u qadrlamayotgan bo'lsa, boshqalar qadrlashi kerak. Qachonki o'zini, qalbini birinchi avaylashni boshlasa, eri ham, atrofdagilar ham uni ishoning, hurmat qilishni va qadrlashni boshlashadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Oxirida mana bu ovozlarga chidaganingiz uchun ham rahmat va obuna bo'lib qo'ying, menga приятный bo'ladi, kelajakda ijod qilishimga motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarimni, bundan oldingi videolarimni ham ko'ring, juda ham manfaatli. Omon bo'ling, o'zingizni asrang.